Tishlarning umumiy anatomiyasi. Demak, tishlarning umumiy anatomiyasi deganda bu barcha tishlarimizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisini oladigan bo'lsak, bizda tishlarning o'zida 3 ta qismi mavjud. Demak, corona dens bu demak tishning toji, cervix dens tishning demak bo'yni va radix dens tishning ildizi bo'ladi. Bu xoh demak bizda kesuvchi tish bo'lsin, dens incisivalis, xoh bizda o'sha kichik va katta nima umuman katta malyar tishlarimiz bo'lsin, o'sha katta oziq tishlarimiz hammasida qismlari demak bir xil bo'ladi. O'sha tishning toji, tishning bo'yni va tishning ildizi takrorlanadi, bir xil narsa qaytariladi. Endi keyingi qismlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, tishda bo'shliq bor, o'rtada ko'rishimiz mumkin bo'lgan. Bu cavities coronary va ikkiga bo'linadi bu ham. Cavities radix dens deyiladi, ya'ni tishni tojining bo'shlig'i va tishning demak ildizining bo'shlig'i. Aynan mana shu bo'shliqda bizda keyinchalik pulpa joylashadi. O'sha yumshoq to'qimasi. Biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizlarda tishning ildizida pastroq qismida biz ko'rishimiz mumkin apex radix dens, ya'ni tishning ildizini demak cho'qqisini ko'rishimiz mumkin va bu cho'qqisida foramen apex dens, ya'ni tishni cho'qqisini demak teshigini ko'rishimiz mumkin ekan. Keyinchalik bu yerga o'sha bo'shliqqa demak pulpani ichki tarafiga demak qon tomirlar va nervlar xuddi mana shu teshikcha, ildizning teshikchasi orqali ichkariga kirar ekan. Bizda umumiy tishlar, ikki xil tishlar tafovut qilinadi. Demak, bizlarda sut tishlari va doimiy tishlar. Sut tishlari demak dens deciduo deyiladi, doimiy tishlar dens permanens deb aytiladi. Sut tishlari dens deciduo demak odamda o'sha 5-6 yoshga demak o'tayotgan vaqtida to'liq bizda almashiniladi doimiy tishlarga va sut tishlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'sha bular sut tishlari ham, doimiy tishlari ham embrional rivojlanish davrida yuqorgi va pastki jag'imizda demak burtaklari bir xil rivojlanadi va bizlar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni pastda sut tishlari va tepada doimiy tishlarni demak burtaklari rivojlangan bo'ladi. Bu yerda endi demak shakllanish boshlangan. O'sha har bir tishni sut tishlarini o'rniga demak doimiy tishlar shakllana boshlagan yuqorgi va pastki jag'imizda. Xuddi shunday embrional rivojlanishda demak ikki qator bo'lib bizlarda tishlarning murtaklari rivojlanadi. Pastki qatorda demak sut tishlari va yuqorgi qatorda demak doimiy tishlar turadi va ikkalasini o'rtasida demak suyak plastinka bo'ladi. O'sha 5-6 yoshga yetmaguncha demak doim o'sha suyak plastinka to'liq erimaydi. Keyinchalik osteoklastlar ta'sirida suyak yemirilib, sut tishlarini ildizini ham qo'shib yemiriladi. Sut tishlarini demak o'rniga doimiy tishlar chiqar bo'ladi. Surib demak doimiy tishlar chiqar ekan. Endi xuddi shunaqa tish bizlarda difiodon tishlar deb aytiladi, ya'ni almashinadigan tishlarni bizlar difiodon tishlar deb aytamiz. Sut tishlarida bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgani, demak agar bir taraflama oladigan bo'lsak, o'sha formula holatida ko'radigan bo'lsak, demak bizlarda oldin tarafda demak dens incisivalis mediali, dens incisivalis lateralis bo'ladi. Ya'ni ko'rishimiz mumkinki bizda medial kurak tish, lateral kurak tish va bir dona qoziq tishimiz bor, dens canina va biroz pastroqqa o'tadigan bo'lsak, bizlar ko'rishimiz mumkin ikkita demak malyar tishimiz bor, ya'ni katta oziq tish va birinchi katta oziq tish va ikkinchi katta oziq tish va oxirida biz ko'rib turganimiz demak bu aql tishi bo'ladi. Aql tishi chiqmaydi, so'rilib ketadi o'sha jag'da va bu yerda biz ko'rishimiz mumkin kichik oziq tishlarimiz, ikkita premalyar tishlar mavjud bo'lmaydi. Shunga ko'ra agar sut tishlarini formulasini ko'radigan bo'lsak, ikkita kurak tishimiz demak 2, bitta demak qoziq tishimiz bo'lgani uchun 1 va premalyar tishlar bo'lmaganligi uchun 0 va ikkita malyar tishimiz bo'lganligi uchun 2, ya'ni 2 1 0 2 ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. O'sha bizda 0 bo'lib turgani demak premalyar tishimiz va 3-malyar tishimiz demak shakllanmas ekan. Doimiy tishlar dens permanens.
doimiy tishlar demak yuqorgi jag'imizda 16 ta, pastki jag'imizda 16 ta, umumiy 32 ta bo'ladi. Demak odamda bizda demak umumiy tishlarimiz bir-biridan to'liq, ya'ni farqlanadigan 4 ta turi bo'lganligi uchun, ya'ni kesuvchi, dens incisivalis, qoziq, dens canina, ikkita kichik oziq premalyar va 3 ta katta oziq tishlarimiz, ya'ni malyar tishlarimiz alohida ajralganligi uchun bu bizlarda heterodont tishlar deyiladi, bir-biridan farq qiladi. Ba'zi hayvonlarda, masalan akulani oladigan bo'lsak, tishi demak gamadont, ya'ni bir xil shaklga ega, har xil turga bo'linmaydi. Bizda demak bu heterodont shaklda ko'rishimiz mumkin. Endi doimiy tishlarimizni ko'radigan bo'lsak, 4 ta turini biz doimiy tishlarni ko'rayotganimizda yuqorgi jag'imizda 16 ta tish bo'ladigan bo'lsa, o'rtadan 2 ga bo'lamiz. Shunda bizda 8 ta, pastki jag'imizda ham 8 ta bo'ladi. O'shani 8 tasini o'rgansak, demak bizlarga shuni o'zi yetarli hisoblanar ekan. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchisi dens incisivalis, demak mediali, ya'ni medial kesuvchi tish yoki medial kurak tish. Keyingisi lateral kurak tish, dens incisivalis laterali. Uchinchi tishimiz dens canina, demak bu qoziq tish hisoblanadi bizda, dens canina. Keyin ikkita premalyar tishimiz, birinchi va ikkinchi premalyar tishimiz, bu bizlarda kichik oziq tishlar bo'lyapti va 3 ta katta oziq tishlar, ya'ni dens malyaris, demak bizlarda birinchi, ikkinchisi va uchinchisi demak dens serratorius, ya'ni aql tishi deb aytiladi. Aql tishi demak har xil chiqish vaqti yuqorgi jag'imizda 17-21 yosh oralig'ida chiqsa, pastki jag'imizda demak o'sha 12 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan muddatda demak chiqar ekan. Endi bu tish chiqish yoshlari har bitta avtorda har xil berilgan, qaysi kitobdan o'qishga qarab 1-2 yosh farq qilib ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Endi aql tishlarini chiqish vaqti. Endi bir boshidan demak bu tishlarimizni ko'rdik. Agar e'tibor qilayotgan bo'lsak, yuqorgi jag'da joylashgan doimiy tishlarimiz pastki jag'da joylashgan doimiy tishlarimizga antagonist, ya'ni bir-biriga mos tushyapti. Ya'ni ularda mavjud bo'lgan yuzalarni har biri, masalan o'sha chaynov yuzasini oladigan bo'lsak, chaynov yuzasidagi do'mboqlari va kesuvchi do'mboqlari, ya'ni kesuvchi qismi bir-biriga to'liq mos tushyapti, ko'rishimiz mumkin. Va agar tish formulasiga keladigan bo'lsak, doimiy tishlarning formulasi ikkita, demak bizlarda kurak tish bo'lganligi uchun demak bunda 2 bo'ladi birinchisi. Ikkinchisini oladigan bo'lsak, demak bizlarda bitta qoziq tish bo'lgani uchun 1 bo'ladi. Ikkita premalyar kichik oziq tish bo'lgani uchun 2 va 3 ta katta, demak bizlarda oziq tishlar bo'lgani uchun, malyar tishlar bo'lganligi uchun 3 bo'ladi. Shunda formulaga qo'yadigan bo'lsak, bizlarda 2 1 2 3 ko'rinishiga keladi. Tishlarning yuzalari. Demak, tishlarimizda og'iz bo'shlig'ida qaysi tarafga qaraganligiga qarab nom beramiz. Agar tishlarimiz og'izning ichki tarafida, demak bizda pastki jag'larimizda tilga qaraganligi uchun ichki tomoni facies lingualis deyiladi, til yuzasi. Tashqi tomonidan esa og'iz demak dahlizga qaragani uchun facies demak bizlarda vestibularis, ya'ni dahliz yuzasi deb aytamiz tashqi tomonini. Agar xuddi shu tishimiz yuqorgi jag'imizda bo'ladigan bo'lsa, yuqorgi jag' tashqi tomonga og'izning vestibulyar tomoni, ya'ni bizlarda demak facies vestibularis og'iz dahlizga qaragan bo'ladi, ichkari tomondan esa tanglayga qaragan bo'ladi. Demak yuqorgi jag'imizda, shuning uchun facies palatinalis, ya'ni tanglay yuzasi deb aytib o'tib ketamiz. Endi bundan tashqari tishlarimizda demak ko'rishimiz mumkin bo'lgan yana yuzalar, ikkita tishni bir-biriga qaragan yuzasi bor oralig'idagi, bu facies contactis deyiladi, ya'ni kontakt yuzalari deyiladi. Va tishlarimizni bir-biriga qaragan chaynov yuzalari ham bor bu yerda, ya'ni facies occlusionis deyiladi, ya'ni chaynov yuzasi deb aytiladi. Masalan, bu ko'proq biz ko'rishimiz mumkin katta va kichik oziq tishlarimizda. Bundan tashqari kontakt yuzalari, agar tishimizning markaz tomoniga qaragan yuzasi bo'lsa, demak bizlar aytamiz facies mesialis deymiz, ya'ni markazga, medial tomonga, ya'ni o'sha kurak tishlar tomonga qarab joylashgan taraf bo'lsa, facies mesialis deyiladi. Agar tishimizning lateral tomon, ya'ni aql tishi tomonga qaragan yuzasi bo'lsa, facies demak bizlarda dorsalis distalis deb aytiladi, ya'ni uzun, demak uzoq
ya'ni o'sha darzal yuzasi deb aytilar ekan o'sha kontakt yuzalarni o'zi ham aytilishi bo'yicha. Bundan tashqari agar bizlar tishlarimizni o'zini oladigan bo'lsak, bundan tashqari bu yerda yana keyin ko'rishimiz mumkin, o'ziga yarasha do'mboqlari bor, ya'ni vestibulyar yuzasida va bizlarda bo'ladi, vestibulyar yuzada bo'ladi va lingval tilga qaragan, ya'ni og'iz dahliziga qaragan yuzadagi va o'sha tilga qaragan yuzadagi do'mboqlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana buni boshqacha nomlaydigan bo'lsak, demak mezial do'mboqlar va distal do'mboqlar deb aytishimiz ham mumkin. Agar o'sha o'zimizda og'iz bo'shlig'ida o'sha medial va distal tomonga qaraganiga nisbatan olganda. Va bundan tashqari ildiz haqida gapiradigan bo'lsak, ildizni bu yerda demak bizlarda ko'rishimiz mumkin. Agar ildizni radiksni oladigan bo'lsak, masalan, pastki jag'imizni oladigan bo'lsak, ikkitalik ildiz bo'ladi. Pastki jag'imiz birinchi malyar tishlarimizda, jag'da pastki katta oziq tishlarimizda ikkita ildiz bo'ladi. Ya'ni biz aytishimiz mumkin, radix demak, radix medialis va radix distalis deymiz, joylashgan joyiga qarab. Bundan tashqari agar yuqorgi jag'imizda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda rasmda yaxshiroq ko'rsatilgan ildizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak aynan yuqorgi katta oziq tishlarimizda ko'radigan bo'lsak, unda 3 ta ildiz mavjud. Shu ildizlardan demak bitta yirigi bizlarda bo'ladi, demak radix palatinalis tanglayga qaragan ildizi va ikkita kichikroq, biroz hajm jihatdan kichikroq ildiz bu radix demak vestibularis, ya'ni og'izning dahliziga yo bo'lmasa buccalis lojiga qaragan ildiz deb aytamiz. 3 ta ildizni demak qaysi yuzaga, og'iz bo'shlig'ida qaysi yuzasiga qaraganiga qarab demak nomlar ekanmiz. Mana bu yerda pastki demak jag'imizdagi birinchi malyar tishimiz ham xuddi shunday, faqat bu yerda sal farq qiladi. Endi radix medialis bilan demak radix distalis deb nomlab ketar ekanmiz. Tishlarimizda ildizi ham bizda agar umumiy ildiz bo'yicha oladigan bo'lsak, yuqorgi va pastki kurak tishlarimiz, yuqorgi va pastki qoziq tishlarimiz demak bir ildizli va odatda bir kanalli bo'ladi. Faqat yuqoridagi birinchi premalyar kichik oziq tishimizda ikkita ildiz bo'ladi. Ba'zida demak kanali qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi yuqoriga demak kichik oziq tishi premalyar tishimiz va pastdagi ikkita premalyar tishimiz, pastki jag'dagi bularda bittadan ildiz bo'ladi. Yuqoridagi katta oziq tishlarimizda 3 tadan demak ildiz bor. Pastdagi katta oziq tishlarimizda demak ikkitadan ildiz mavjud bo'ladi.